Ko'p aytaman, yigitlar bor hozir pul topadi, kitishda do'koni bor, sexlari bor, u qiladi, bu qiladi. Maylida endi Alloh omadini bersin. Kechqurun kassani qiladi-da, bir salafan so'kkan pulni so'mkaga soladi-da, uyga kelish bilan onasi qattasan deydi. Xotin qattasan. Ha, men mana tumishkaga olib kirib qo'y, qara bolaga tegmasin deydi. Ota-onaning oldiga quruq kiradi. Olib kir so'mkangdagi pulingni olib kir. Agar 100 so'm olsa, o'shandan betimga tupurasan. Olib qo'yadimi? Qaroqchimi ular? Hozir qarab tur, onasi xushyor bo'l. Hozir so'mka bilan kirish bilan tapib bosamiz deydimi? Qara, tan berib yormagin, qo'ldan chiqarib olmagin deydimi? Reja qilib o'tiradimi? Dada, ona, mana sizni duoyingiz bilan bugun ishlarim yaxshi bo'ldi, savdoyim yaxshi bo'ldi. Mana shu pullar sizniki. Sizlardan ortgandan keyin men ishlataman. Desa, jon duvoravering, olmaydi. Xudo pulingga baraka bersin deydi. Bundan ham ko'paysin deydi. Mayli olib qo'ygan taqdirda ham, olib qo'ydi ham deylik. Yaxshi qildingiz, shu pulcha kerak edi oying kelamizga deb olib qo'ydi ham deylik. Mayli o'sha joyda 15 milliondir, 20 milliondir, mayli undan ko'proqdir. Agar siz niyatingizda xolis yaratganning rizosi uchun bergan bo'lsangiz, shuni oldiga qo'ygan bo'lsangiz, shuni olgan taqdirda ham Xudo taolo sizga 10 barobar beradi. 10 barobarni Xudo beradi. Hozir pul topayotgan yigitlar bor, alhamdulillah. Pulni rosa topyapti. Olib keray desa, duo qiladigan ota yo'q, duo qiladigan ona yo'q. U xotiningga kelgin ham ulgurasan berishga, otangdan kelgin ham beraverasan, onangdan kelgin ham beraverasan. Lekin bugun ular bormi? Xotiningni qo'liga pul tutqizma, otang bilan onangni oldiga olib kir. Duosini ol. O'sha barakat to'ldirib yuboradi seni. Ikkita do'koningni 4 ta qilib yuboradi, 4 tasini 6 ta qilib yuboradi. Faqat shu duo bilan ko'karasan. Shu duo bilan bir nimalik bo'lasan. Chunki seni odam qilgan shular, seni pul toporman qilgan shular. Tug'ilganingda bitta tursiyma ekan ham yo'q edi, seni kiydirgan, yedirgan, ichirgan shular. Endi bugun odam bo'lib qolding, pul topadigan. Shular qildi. Mana odam qilgan mana shular deb oldiga qo'y, olmaydi birodarlar. Ko'p aytaman, yigitlar bor hozir pul topadi, kitishda do'koni bor, sexlari bor, u qiladi, bu qiladi. Maylida endi Alloh omadini bersin. Kechqurun kassani qiladi-da, bir salafan so'kkan pulni so'mkaga soladi-da, uyga kelish bilan onasi qattasan deydi. Xotin qattasan. Ha, men mana tumishkaga olib kirib qo'y, qara bolaga tegmasin deydi. Ota-onaning oldiga quruq kiradi. Olib kir so'mkangdagi pulingni olib kir. Agar 100 so'm olsa, o'shandan betimga tupurasan.